Yettinchi fikr. Tanqid sayyorasida yashovchi barcha ayollarning sochlari uzun. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Bu yerda ham ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Ya'ni, birinchi sodda gapimiz tanqid sayyorasida yashovchi ayollar bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz ularning sochlari uzun bo'lishi bo'ladi. Bu yerda sabab ayollar bo'lsa, natija sochlari uzun bo'lishi bo'ladi. Yana o'sha sababdan natija kelib chiqadi. Bu yerda endi yetarlilik degan narsa keladi. Formulasida ozgina o'zgarish bo'lib qoladi. Masalan, meni o'qishim uchun kitob bo'lsa bo'ldi, o'sha kitob bo'ldimi 100% o'qiyman deyapman. Bu yerda ham xuddi shunaqa. U sayyorada ayol kishi bo'ldimi, uni sochi albatta uzun bo'ladi deyapti. Endi hozirgi misolga qaytsak, meni kitobim bo'lsa bo'ldi, o'qiyman. Kitobim bo'lmasa o'qishim ham mumkin, o'qimasligim ham mumkin. Mana sabab ayol kishi bo'lyapti, natija sochi uzunligi. Masalan, kishining ayol ekani ma'lum, demak uning sochi albatta uzun bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin. Ikkinchisiga qaraymiz. Kishining ayol emasligi ma'lum, lekin uning sochi uzun bo'lishi mumkin. Uchinchisi, kishining ayol emasligi ma'lum bo'lsa, uning sochi uzun bo'lmasligi ham mumkin. Ko'radigan bo'lsak, ayol kishi bo'lmasligi ikki xil natijaga olib kelyapti. Uni sochi uzun bo'lishiga, sochi uzun bo'lmasligiga. Formulani ko'radigan bo'lsak, sabab ayol kishi, natija sochi uzunligi. Birinchi formulamiz ayol kishi bo'lyapti, natija albatta sochi uzun bo'lyapti. Ikkinchi, uchinchi misolga qaraydigan bo'lsak, ayol bo'lmayapti, natija ikki xil bo'lyapti. Sochi uzun bo'lyapti yoki sochi kalta bo'lyapti. Misollarda ko'ramiz. Quyidagi savollarga javob bering. Sayyoradagi har bir ayolning sochi uzun deb xulosa qila olamizmi? Birinchi formulamizga ko'ra u ayol bo'lyaptimi? Demak, uni sochi albatta uzun. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. 2. Sayyoradagi kimning sochi uzun bo'lsa, u ayol kishi deb xulosa qila olamizmi? Yuqorida aytganimizdek, ayol kishi bo'lmasligi ikki xil natijaga olib kelardi. Sochi uzun bo'lishiga, sochi uzun bo'lmasligiga. Endi sochi uzun bo'lsa, biz aniqlay olmaymiz, uni ayol kishimi yoki yo'qmi. Shuning uchun yo'q deb javob beramiz. 3. Sayyoradagi erkaklarning sochlari kalta deb xulosa qila olamizmi? Erkaklar degani ayol bo'lmasligi kerak deganimida, ayol bo'lmasligi ikki xil natijaga olib kelardi. Sochi uzun bo'lishiga, sochi kalta bo'lishiga. Aniqlay olmaymiz. Bu misolda demak yo'q deb javob beramiz. 4. Sayyoradagi yashovchi kimning sochi kalta bo'lsa, uning erkak kishi deb xulosa qila olamizmi? Bu endi sochi kalta bo'lyaptimi? Mana 3-formulamizga tushyapti. Demak, u aniq erkak kishi. Demak, bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Keyingi misol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Puli ayol kishi, demak uning sochlari uzun. Ayol kishi bo'lishi aniq sochi uzunligiga olib kelardi. Demak, bunga ha deb javob bersak bo'ladi. To'g'ri. Ikkinchisi, Lilining sochi uzun, demak u ayol kishi. Sochi uzun bo'lsa, ayol kishi bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin edi. Aniqlay olmasak, bunga yo'q deb javob beramiz, ya'ni mulohazamiz xato. Uchinchisi, Kuku erkak kishi, demak uning sochlari kalta. Ayol kishi bo'lmasligi ikki xil natijaga olib kelardi. Sochi uzun bo'lishiga, sochi kalta bo'lishiga. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz, ya'ni mulohaza xato. Va oxirgisi, Dendining sochlari kalta, demak u erkak kishi. Sochlarini kalta bo'lishi u aniq ayol bo'lmaydi deyatdik. Demak, bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Sakkizinchi fikr. Tanqid sayyorasida yashovchi barcha sochi uzun kishilar ayollardir. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Matnni o'qiganimizda bilishimiz mumkin, gapimiz ikki qismdan iborat. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Ya'ni qanaqadir sayyora bor ekan, uni nomi tanqid sayyorasi. Bu yerda ko'rgan sochi uzun odamni ko'rsak, demak u aniq ayol kishi ekan. Ayol kishi bo'lishi bitta gap bo'lsa, ikkinchi gapimiz sochi uzun kishilar bo'ladi. Bu yerda sabab ayol kishi bo'lishi bo'lsa, natija sochi uzun kishilar bo'ladi.
kerak so'zi bu yerda yashirin bo'lib kelyapti. Ya'ni kerak so'zi zarur so'ziga teng bo'lardi. Demak, bu gapimiz zaruriylik shartiga tushadi. Masalan, bu kerak bo'lganda, masalan, meni o'qishim uchun kitob kerak. Kitobim bo'lsa o'qishim ham mumkin, o'qimasligim ham mumkin. Endi kitobim yo'q bo'lsa o'qiymanmi? Yo'q, aniq o'qimayman. Mana ko'rishimiz mumkin, ayol kishi sabab bo'lsa, sochi uzunligi natija bo'ladi. Yana o'sha sababdan natija kelib chiqyapti. Masalan, agar kimdir ayol bo'lsa, sochi uzun bo'lishi kerak. Sochi uzun odamni ko'rdingizmi? U sayyorada aniq ayol kishi bo'ladi. Ikkinchi gapimiz, lekin kimdir ayol bo'lsa, sochi uzun bo'lmasligi ham mumkin. Demak, uni ayol kishi bo'lishi ikki xil natijaga olib kelyapti. Sochi uzun bo'lishiga, sochi uzun bo'lmasligiga. Lekin u sayyorada ayol kishi bo'lmagan, ya'ni erkak kishilarning sochi esa hech qachon uzun bo'lmaydi, doim kalta bo'ladi. Mana buni formulada ham ko'rishimiz mumkin. Zaruriylik sharti sabab ayol kishi bo'lyapti, natija sochi uzunligi. Yuqorida aytganimizdek, ayol kishi bo'lishi ikki xil natijaga olib kelyapti, sochi uzunligiga, sochi kaltaligiga. Uchinchi formulamizda esa erkaklarning sochi hech qachon uzun bo'lishi mumkin emas degan gapga tushyapti. Ya'ni ayol kishi bo'lmadimi, aniq uni sochi kalta bo'ladi. Endi misollarda ko'rsak, quyidagi savollarga javob bering. Sayyoradagi har bir ayolning sochi uzun deb xulosa qila olamizmi? Uni ayol bo'lishi ikki xil natijaga olib kelyapti. Sochi uzun bo'lishiga, sochi uzun bo'lmasligiga aniqlay olmaymiz. Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Ikkinchisi, sayyoradagi kimning sochi uzun bo'lsa, u ayol kishi deb xulosa qila olamizmi? Sochi uzun bo'ldimi, aniq ayol kishi deyatdikmi? Demak, bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Keyingisi, sayyoradagi erkaklarning sochlari kalta deb xulosa qila olamizmi? Erkak bo'lsa aniq sochi kalta bo'ladi deb aytayotgandik. Demak, bunga ham ha deb javob bersak bo'ladi. Va to'rtinchisi, sayyorada yashovchi kimning sochi kalta bo'lsa, uni erkak kishi deb xulosa qila olamizmi? Ayol kishi bo'lishi ham ikki xil natijaga olib kelardi. Sochi uzun bo'lishiga, sochi kalta bo'lishiga. Demak, u aynan erkak kishi bo'lishi shart emas. Aniqlay olmaymiz. Bunga yo'q deb javob beramiz. Keyingi misol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Cheki ayol kishi, demak uning sochlari uzun. Ayol kishi bo'lishi ikki xil natijaga olib keladi deb hozirgina yuqorida aytdik. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, Gogoning sochi uzun, demak u ayol kishi. Sochi uzun bo'lsa bo'ldi, ayol kishi deyatdikmi? Demak, bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Va uchinchisi, bu erkak kishi, demak uning sochlari kalta. Erkak kishi bo'lsa aniq sochlari kalta bo'ladi deyatdik. Uchinchi formulamizga ko'ra bunga ha deb javob beramiz. To'rtinchisi, Tiraning sochlari kalta, demak u erkak kishi. Sochlari kalta bo'lishi, buni aniqlay olmaymiz. Nimaga? U ayol kishi bo'lsa ham sochi kalta bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniqlay olmaymizmi? Bunga yo'q deb javob beramiz.